Mana uylardan yig'ishtirib oldim. Endi ovqatimni qilib olsam. Assalomu alaykum. Keling opajon, o'tiring. Choy qo'ying, keling, choy ichkim kelyapti. Hozir xo'p. Bitta choy yeb dam olmaydi, yana ovqat qilishiga o'ylayman. Nima deganingiz bu opajon? Axir Nima axir to'g'ri-da? Aka keldingizmi? Keling. Siyma, nima bo'pti o'zi? Ha, o'zi ozgina dars o'tib qo'yapman-da. Unaqa настроение. Men ham jiyanli bo'lish xohlayman. Jiyanimni olib chiqib aylantirib kelishni xohlayman, aka. Mana qara, Siyam. Onam rahmatli tug'mas kelinga uylantirib ketgan bo'lsa-da, nima endi o'rniga men o'zim tug'ib beraymi? Afzal aka, nima deganingiz bu? Bu deganim, kechgacha narsalarni yig'ishtirganda uyni bo'shatib qo'ydim, tushundingmi? Siyam, sen hal qilib qo'yarsan kelgunimgacha. Xo'p, aka. Men o'zim chiroyli qilib kuzatib qo'yaman, keling. Alo. Aka, yaxshimisiz? Kepsiningizni olib keting. Nimaganligini kelganingizda bilasiz. Olib keting bo'ldi. Kim u? Men akamman. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Zo'msan? Nima bo'ldi? Ne uydagilarni vahima qilib chaqirishyapti? Keldingizmi akajon? Keldim. Uyda kim bor? Opajon bolalar. Bo'ldi, yaxshimisiz? Keldingizmi? Yuring bu yoqqa bir gaplashib olaylik. Bo'ldi. Qayerga yurchi, kiraylikchi? Nima bo'lyapti o'zi? Keling aka, o'tiring. Bismillah. Kezinam. Qaynoqam tinchlik xotirjamlik bo'lsa, Allohu akbar. Xo'p. Tinchlikmisizmi? Nima bo'ldi? Vahima qilib chaqiribsizlar? Tinchlik emas-da aka. Kam tengilarning o'rtoqlari 3-4tadan bolali bo'lib yotibdi. Bu siniylar shuncha vaqt bo'ldi kelganiga tug'ay demaydi. Akamga ham qo'l qolmadim. Shuncha chidab yuribdi. O'zi bokira chiqmagan siniylar. Bilmadim. Nima deganingiz bu opajon? Olib o'tirganingizga rahmat deydi. Bildim. Sen bizning yuzimizni yerga qaratadigan bo'ldingmi? Ilohim. Akajon to'xtang. Siyam. Asallar kutmaganmi? Akajon. Uyga borish Xato o'ylayapsiz.